esa golning takroriy lavhasi. Golni bizga takrori namoyish etishmoqda. Ajoyib kombinatsiyani Oybek Bozorov munosib yakunlagan edi. Vaziyat bizga takroran ko'rsatilmoqda. Darvozabon va himoyachilar nima deysiz? Yuborishgan holat deyapti Elyor Tursunov. Menimcha yana bir ko'rish. Mana bu kabi ko'proq narsaga kiritadi. Qanday ishora? Penalti belgilayapti hakam. Hakam nuqtadan o'rin olmoqda, ruxsat berdi. Zarba va gol!